Farosatli bo'laylik. Bu cholg'u childirma emas, aslida doira cholg'usi deyiladi. Doirachi degani bu to'ylarda yurib tarpetali qilib pul yig'adi emas, balkim doirachi mohir sozanda, u faqat ijro qiladi, pul yig'maydi. Doirachi notani tushunmaydi bas, doirachi notani asosi bo'ladi. Doirachi faqatgina usul ushlaydi bas, doirachi balkim dirijorlik vazifasini bajaradi. Qani ting'ir qilib yo taqir-tuqur qilib ber bas, balkim doirani o'z ijroing ila boyitib chalib ber desak to'g'riroq bo'ladi. Ha, bitta ikkita darsga borib doirani o'rganib olasan. Doira oson emas, balkim doirani ijro qilish uchun, mohir doirachi bo'lish uchun eng kamida 15 yil vaqt talab qilinadi. Mohir sozandalar hozir siz orzu qilayotgan davlatlarni tekinga sayohat qilib kezib aynan doirani tanitishyapti. Siz ham asl san'at va musiqani tanilishiga o'z hissangizni qo'shib, videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Faqatgina sizdan mana shu narsa talab qilinadi xolos.